Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, musofirda yurgan akalar, ukalar, opalar, singillar. YouTube tarmog'imizga, Instagram tarmog'imizga taxminan 20 kun oldin bir xayrli ish bo'yicha video joyladik. Uy masalasi bo'yicha. Inshaalloh uyimiz bo'lyapti. Ko'pi ketib ozi qoldi. Mendan pulni so'rashdi, necha pul yig'ildi, ertaga chiqarib ber deb. Mana menga yig'ilgan pul, meni kartamga tushgan pul va menga naqd bergan pul общий 144 ming rubl bo'libdi. Buni dollarga hisoblasak 1800 dollar bo'ladi, taxminan. O'zbek so'miga hisoblasak 20 million bo'ladi. Xudo xolasa ertaga chiqarib beramiz buni. Assalomu alaykum mahalladoshlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana biz hozir Bilodirning ham Rossiyada to'plagan puldan chiqargani keldik. Sinimat qilib oldik, xudo xolasa. Rublga 144 ming so'm pul yig'ilgan ekan. Bilodirning ham tashab berdi. 2 bo'lib tashab berdi. 10 million 44 mingdan 2 martadan tushdi. Mana xudo xolasa 19 million 900 ming so'm sinimat qilib oldi. Mana komissiyadan tashqari. Mana qo'lim turibdi. Cheklari ham bor, xudo xolasa. Ertaga egizga topshiramiz. Assalomu alaykum. Mahalladoshlar, yaxshimisizlar? 19 million 900 ming so'm pul mana Ibrohimga. Bo'ldi. Mana cheklari bilan omonatni mana egizga topshiryapmiz. Alloh rozi olsun. Shu musofirga bolalar. O'zi Alloh taolo bu bergan pul 1000 bara, 110 ming bara qaytadan shu qasrni qurdirib, qasr qursin, ota-onasini, katta hojini o'zini bolalari jannat toji kidisi bolalari